Men yolg'onchi qildingmi mashina oldida meni? Toshkentda 17 yoshli qizni uyga qamab, unga nisbatan tazyiq va zo'ravonlik xatti-harakatlarini sodir etgan ayol qo'lga olindi. Sendan necha kun sudga tushib ketdim men. Ushbu holat aks etgan video esa ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan edi. O'rganish ishlari davomida muqaddam jinoyat kodeksining bir qator moddalari bilan sudlangan 2004-yilda tug'ilgan ayol unga avvaldan tanish bo'lgan 2008-yilda tug'ilgan qizni Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanidagi xonadonda ushlab turgan. Rasmiylar tomonidan taqdim etilgan xabarda gumonlanuvchi ayol jabrlanuvchi qizning telefon apparatini ham talon-taroj qilib sotib yuborgan. Bundan tashqari jabrlanuvchining ojiz ahvoldaligidan foydalanib unga muntazam ravishda tazyiq o'tkazib kelgan. Hozirda jabrlanuvchi qizga Ijtimoiy himoya milliy agentligi Andijon viloyati boshqarmasi tomonidan psixologik, yuridik va ijtimoiy yordam ko'rsatilmoqda ekan. Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati rahbari taqdim etgan ma'lumotda ayni vaqtda gumonlanuvchi ayolga nisbatan jinoyat kodeksining bir nechta moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va u ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olingan. Biz dasturimizning keyingi sonlarida zo'ravon ayolga nisbatan qanday jazo tayinlangani haqida ma'lumot beramiz.